Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda najot topgan baxtli mu'minlarni sifatlab aytadiki, astag'izu billah, vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Sadaqallohul azim. U baxtli mu'minlar shunday zotlarki, ahdlariga, omonatlariga rioya qiladiganlar. Demak, baxtli mu'minlarning sifati omonatga rioya qilish. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, omonatsiz kishining iymoni yo'q. Ya'ni u odamning iymoni komil emas. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning o'zlari bizga omonatdorlik bobida go'zal namuna bo'ladilar. Islom tarixidan yaxshi bilamiz, u zot hali payg'ambar bo'lishlaridan oldinoq al-amin, ishonchli, omonatdor degan sifatlari bor edi. Hatto payg'ambar bo'lganlardan keyin ham Makka ahlining ba'zi bir omonatlari payg'ambar alayhissalatu vassalomning huzurlarida turar edi. Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida ana shu omonatlarni hammasini Hazrati Aliga topshirganlar. Mana bu falonchining omonati, bu uniki, bu buniki deb hammasini topshirganlar. U zot Makka mushriklaridan qancha ko'p aziyat ko'rgan bo'lsalar ham ularni bir boplab qo'yay deb moliga, omonatiga xiyonat qilmaganlar. Balki Hazrati Aliga topshirdilar, Hazrati Ali ularni egalariga tarqatib berdilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu omonat borasida aytadilarki, omonatga rioya qilish rizqning kalitidir. Kim rizqi keng bo'lishini xohlasa, omonatlarga rioya qilsin. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir kuni shaharning chetiga chiqqanlarida bir cho'ponni ko'rdilar. Unga aytdilarki, qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi? U cho'pon aytdi, men bir qulman. Bu qo'ylar hojamniki. Sotolmayman dedi. Hojanga bo'ri yeb ketdi deb qo'ya qolasan, dedilar Hazrati Umar uni sinash uchun. Shunda boyagi cho'pon aytdiki, hojamga-ku bunday derman, lekin Allohga nima deyman, dedi. Bu cho'ponning omonatdorligi Hazrati Umarga ta'sir qilib, uni hojasidan sotib oldilar va ozod qilib yubordilar. Kechagina qul bo'lgan odam mana shu omonatga rioya qilgani uchun ozod hurga aylandi. Omonat juda keng tushuncha. U faqatgina birovning molini ushlab turib, vaqti kelganda qaytarib berish emas, balki juda ham keng tushuncha. Misol uchun, islom biz uchun omonat. Buni Alloh rozi bo'lsin, ota-bobolarimizdan bizga sog'lom yetkazib berdilar. Endi bizning vazifamiz mana shu islomni go'zal saqlab, turli xil noto'g'ri ishlardan, buzuqliklardan himoya qilib, go'zal amal qilish va o'zimizdan keyingilarga sofligicha yetkazib berish bizning vazifamiz va bu islom bizning qo'limizda shu ma'noda omonat hisoblanadi. Farzandlar ham omonat bo'ladi. Alloh bergan bu farzandlarga biz go'zal tarbiya berishimiz, dinimizga, xalqimizga foyda keltiradigan solih inson qilib tarbiya qilib ketishimiz omonatni ado qilganimiz bo'ladi. Aksi bo'lsa, biz bu omonatlarga xiyonat qilgan bo'lamiz. Omonatning yana bir turi so'z, gap ham omonat bo'ladi. Bir odam sizga mana shu omonat birovga aytmang desa-yu, siz uni aytib qo'ysangiz, omonatga xiyonat bo'ladi. Birovga aytadi-da, omonat degan edi, hech kimga aytmang deb qo'yadi. Bu omonatga xiyonat qilib bo'ldi. Hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, bir odam sizga bir gapni gapirib, o'ngga, chapga qarab qo'ysa, bu gap omonat bo'ladi. U o'ngga, so'lga qarayaptimi? Demak, buni boshqalardan berkityapti. Sizni o'zingizga aytyapti. Musulmon odam farosatli bo'ladi. Unga hamma narsani ochiq-ochiq aytish shart emas. Bu omonat deyishi shart emas. Uni gapirishidan, o'zini tutishidan bilasiz, bu gap sir saqlanishi kerak bo'lgan gap. Va bu omonatga rioya qilasiz. Inshaalloh mana shunday turdagi, har qanday turda bo'lmasin, omonatlarga biz rioya qilsak, unga xiyonat qilmasak, inshaalloh Alloh taolo maqtagan, najot topgan baxtlilar qatorida jannatga kiramiz. Alloh taolo barchamizga jannat yo'lini o'zi oson qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.